Shu porterni nechinchi yil deb o'ylaysiz? Mana asl koreyskiy sifat, uzoq yil resurs degan mana shu bo'ladi. Mashinamiz deyarli radnoy. Dizel, intercooler motor, turbinali bo'ladi, salarka tanlamas apparatli dizel motor. 8-10 litr dizel yoqadi. Ya'ni bu porterimiz zavodskoy holatida, salarkada yuradi. 200 mingdan sal oshgan probeg. Super salon, salonlari ham zo'r holatda. 285 bort. Motor, korobka, zadniy moz, hadovolar zo'r. Oldi balon deyarli yangi, orqalari o'rtacha holatda. Ko'ryapsiz, umuman metan, propan o'rnamagan. Bort radno holatda. Asl holatida ko'ryapsiz, bir qo'l haydalgan. Mashina egalari Xo'jobodli tandir ishlab chiqarishadi. Shu manzilga tandirni yetkazib bergan. Tamom. O'zbekiston bo'ylab kira qilmagan. Ramalari, kuzovlari ham yo'q, zo'r holatda. Endi bu mashinamiz yiliga keladigan bo'lsak, 2006-yil. Qarang, bitta kosmetikadan chiqsa, bu mashina tanib emas darajada chiroyli chiqadi, chunki hamma yog'i chiroyli butun mashina. Narxiga keladigan bo'lsak, 9800 ozmoz kami bor deyapti egalari. Bu aytilayotgan narxi tepasida tekshirib, yana kelishib arzonroq olsangiz bo'ladi. Kimga bu porterimiz qiziq bo'lsa, video past egasini nomerini qoldiraman. Like bosib qo'llab-quvvatlang, chunki birgina like hisobiga 10 kishiga bu video ko'rsatiladi. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik.